Bugun makaronlar ezilib ketmaydigan makaron tayyorlashni o'rgataman sizlarga. Buning uchun yoqqa avvalambor makaronni qovurib olamiz va go'shtni to'g'ri chizig'iga teskari qilib kesib olamiz va o'sha yoqqa go'shtni qovurishdan boshlaymiz ishni. Go'shtimiz sal qizargandan so'ng tuz sepamiz va piyoz solamiz. Piyozni ham tillarang bo'lguncha qovuramiz. Bu orada chesnoklarimizni suvga botirib qo'yamiz. Yaxshi tozalanish uchun sabzini solamiz. So'ng piyozni tillarang bo'lgandan so'ng sabzini solib qovuramiz. Sabzini ham biroz qovurganimizdan so'ng chorkadan chiqarilgan pomidorni solamiz va uni ham 1-3 minut qovurib turamiz va kartoshkalarimizni solamiz. Kartoshkalarimizni ham 4 minutlar qovurib turib, boshida qovurib olgan makaronlarimizni solamiz. Chesnoklarimizni ezib, zira, murch, navro'vi listlarini solib, ustidan qaynoq suvni botar-botmas qilib solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Tuzlarini rostlab va yarim soatdan keyin shunaqangi ajoyib makaron palov tayyor bo'ladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha. Obuna bo'lishni unutmang.